Assalomu alaykum. Ushbu videoda karvon hosti profilni yangilash, hisob sozlamalarini o'rnatish, balansni tekshirish va tizimdagi cheklovlar bilan tanishishni ko'rsatamiz. Hisob bo'limiga o'ting va profil ostida ismingiz, kontakt ma'lumotlari va profil rasmingizni yangilang. O'zgartirishlarni kiritgandan so'ng saqlash tugmasini bosib, ma'lumotlaringizni yangilang. Sozlamalar bo'limida bildirishnomalar, xavfsizlik parametrlarini, masalan, parolni o'zgartirish va boshqa tizim sozlamalarini boshqaring. Har safar o'zgartirishlarni amalga oshirgach, o'zgartirilgan parametrlarni saqlashni unutmang. Balans bo'limiga o'ting. Bu yerda hisobingizdagi mablag' miqdori, o'tkazmalar tarixi va to'lovlar ko'rsatiladi. Ushbu ma'lumotlar yordamida moliyaviy operatsiyalaringizni kuzatib borishingiz va rejalashtirishingiz mumkin. Cheklovlar bo'limida hisobingiz uchun o'rnatilgan limitlar, masalan, ma'lum davrda bajarilishi mumkin bo'lgan buyurtmalar soni yoki tranzaksiya summalari bilan tanishing. Bu cheklovlar platformada ish jarayonini silliq va tushunarli bilan olib borish uchun muhimdir. Hisobingizni samarali boshqarish sizga moliyaviy holatingizni nazorat qilish va o'zgarishlarga tezkor munosabat bildirishda yordam beradi. Savollaringiz bo'lsa, qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling yoki hujjatlar bo'limini o'rganing. Diqqat bilan tinglaganingiz uchun rahmat.